Toshkentda uy narxlari qimmatlashib ketdi deyishga shoshilmang. Hozir sizlarga 1 kvadrat ham chiqmaydigan joyni qanday qilib bir xonali kvartiraga aylantirishni ko'rsataman. Birinchi o'rinda joyni sal kengaytirish maqsadida odatiy oynalarni olib tashlab, tashqariga bo'rtib chiqqan oynalarni o'rnatamiz. Keyin esa oyoq tagiga kiyimlar uchun kichkina javonlar o'rnatamiz. Javondan so'ng oyna oldiga bir kishilik divan o'rnatsak bo'ladi. Oyoq uchiga esa dars stoli uchun shunaqangi ochiladigan barni stol o'rnatamiz. Bu yerda dars qilsangiz va ovqatlansangiz ham bo'ladi. Divanning bosh qismi tepasida esa kundalik kiyimlar uchun shkaf va uning tagidan kitoblar uchun javon qilamiz. Ochiq qolgan joydan unumli foydalanish maqsadida idish-tovoqlar uchun joy va uning ustiga rakvina o'rnatamiz. Uni yoniga esa devorga mahkamlanadigan unitaz o'rnatamiz. Qulaylik uchun esa unitazni MDF panellar bilan yopiladigan qilib qo'yamiz. Uni ustiga esa ovqat pishirish uchun elektr plita o'rnatsak bo'ladi. Tepada bo'sh qolgan joyga esa qo'shimcha shkaf o'rnatamiz. Shunda bemalol ovqat qilish uchun joy yetarli bo'ladi. Divanning oyoq qismi tepasiga esa televizor o'rnatsak bo'ladi. Shunda siz bemalol yotib televizor ko'ra olasiz. 1 kvadrat ham chiqmaydigan joyga qilingan yechimga baho bering va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring.